Bugungi novinkamiz B-Royal seriyasidan yangi chiqqan sivetkamiz. Bu sivetkalarni boshqa sivetkadan farqiy tomoni bu har kuni kundalik jadval asosida ishlatiladigan sivetka. Endi bu sivetkamiz mana birinchi kundan to 16-kungacha ketma-ketlikda ishlatiladi va har bittasi qaysi kunda qanaqa ta'sirga egaligini yozib o'tib ketilgan. Men hozir hammasini birma-bir tushuntirib beraman. Mana bu yerda hammasi xonalar yozilgan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana hozir birma-bir ochamiz. Значит, bunday qilamiz. Ichidan bitta sivetkasini olamiz. Ichidan bitta sivetkasini olamiz. Mana bu yerda ham yozilgan o'zi fagerlik. Xo'sh, значит, mana bu yerdan bitta burab, mana shu bitta bir kunlik dozasi yuzimizga ishlatamiz. Xo'sh, endi bu yerda aytib o'tilib ketgan har bitta ketma-ketlik ekan, jadval asosida ishlatiladigan narsa ekan. Orqasida ya'ni birinchi kundan 4-kungacha nima effekt beradi? Ya'ni 5-kundan 8-kungacha nima effekt beradi? 9-kundan 12-kungacha, 13-dan 16-kungacha qanaqa effekt berishlari hammasi ko'rsatilgan. Xo'sh, birinchi kundan 4-kungacha intensivniy uvlajnение, ya'ni kuchli darajada uvlajnение berar ekan, ya'ni namlantirib berar ekan. Rezultati ham maksimalniy uvlajnение, чтобы kuchli darajada namlantirib beradi va gladkiy, ухоженный yuzligi shunda ko'rinib turadi. Ya'ni birinchi kundan 4-kungacha bo'lgan muddatda. 5-kundan 8-kungacha bo'lgan muddatda protiv marshni, ya'ni ajinlarga qarshi kurashar ekan. Chuqur bo'lgan ajinlarni hammasini yoyib berar ekan. Xo'sh, rezultatlari aynan shulardan iborat ekan. 5-kundan 8-kungacha bo'ladigan ampulalarni. 9-kundan 12-kungacha ishlatiladigan ampulalar lifting effekt berar ekan, ya'ni upugis bo'lib, taranglikni hosil qilar ekan, lifting effektini berar ekan. Kontur litsalaringizni hammasini to'g'rilab berar ekan. 13-kundan 16-kungacha yorqinlik va svejest beradi deyapti. Yuzingizda shunaqangi ухоженный yuz bo'lgani, shunda yuzingizdan shunday yarqol ko'rinib turadi deyapti. Ya'ni har bitta kunni o'zini kunlari bor ekan. Значит, unda ochamiz. Mana hozir birinchi kunnikini ochdik. Birinchi kunimizni, значит, mana bunaqa bo'lar ekan. Значит, birinchi kundan 4-kungacha, по-моему, bir xil bo'lsa kerak. Endi 5-kunligini ochamiz. 5-kunligini ham ochamiz. 5-kundagi ham lekin bir xil ekan, ranglari men to'g'ri hammasiniki har xil bo'ladi deb o'yladim, va ranglari ham bir xil ekan. Xullas qilib mana shunaqa qilib ketma-ketlikda hammasi ochilib ishlatiladi. Ya'ni birinchi kun, ikkinchi, uchinchi kun mana shunaqa qilib 16 kun davomida ishlatiladi. O'zi bu seriyamiz idealniy seriya, B-Royal seriyamiz 24 karatli oltin kukundan solib ishlatilgan bo'ladi. Aynan endi bu sivetkani ham olib ishlatib ko'ramiz. Aytib o'tib ketsam, boya noto'g'ri ochib qo'yibman, lekin har bitta shu to'rga bo'lingan, masalan, birinchi kundan 4-kungacha, 5-kundan 8-kungacha bo'lgan muddatli hammasi ranglari o'zgacha ekan. Ya'ni har bitta shu muddatdagi sivetkalar alohida ishlab chiqarilgan. Ya'ni birinchi kundan 4-kungacha boshqacha sivetka, 5-kundan 9-kungacha boshqacha sivetka va boshqalari ham boshqacha sivetkalar qizlajonlar. Ya'ni hammasi o'z